Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari. Mana yana yangi kanalimga qisqacha videolar qo'yib boryapman. O'zimni kommunal sohamdagi, o'zim aytganimdek xonadonimni tabiiy gazini o'rganyapman deb o'sha kommunal sohasidagi tartib-qoidalarni o'rganyapman deb aytgandim. Bundan oldingi videolarimda ham aytganman. Shu o'zimni shaxsiy xonadonimnikini o'rganyapman. Kommunal hujjatlarini ta'minotchi, iste'molchi degan joylari bor ekan, shartnomalarda. Bundan oldingi videolarimda ham qisqacha aytganman. Endi shulardan bitta yana yangi bo'limi bor ekan, qator. Bu 7-bo'limda nizolarda shu hal qilish tartibi degan joyi bor ekan. Bundan oldingi ham mana 4-chi, 3-chi, 2-chilardan aytgan bo'lsam, endi bu 7-bo'limda tomonlar nizolar hal qilish tartibi. Nizolarni hal qilish tartibi ekan 7-bo'limda. Onun ichida qismlarga bo'lingani kelishmovchiliklar va nizolar, nizo masalalari kelib chiqqanda ularni fuqarolik sudiga yetib borgunga qadar chora ko'rishga ham haqqi bor ekan. Agar kelishmovchiliklar fuqarolik sudiga ham bevosita murojaat qilishi ham mumkin ekan. Mana yozib qo'yibdi. Men tushunishimcha, mana endi shu kelishmovchiliklar va nizolarni hal qilish shu fuqarolik sudiga qadar tomonlar kelishuvga qadar bir kelishsa, qonun bo'yicha, agar kelisha olmasa bevosita fuqarolik sudiga murojaat qilishi mumkin ekan. Ya'ni men tushunganim, mana bu yerda 7-bobda mana shu ichiga yozgan joylaridan, qonunlaridan, ya'ni tomonlar iste'molchi va men iste'molchi bo'lsam, ta'minotchi ular bo'lsa, endi men mana o'zim shaxsiy xonadonimni kommunal sohasini aytyapman. Bu o'zimni shaxsiy, o'zimniki kommunal sohadagi shartnomalarni o'rganyapman. Mana shu 7-bobda o'sha nizolarni hal qilish tartibi degan joyni o'qib o'zim mana tushunganim, mana shu nizolar kelib chiqqanda sudlarga qadar kelishib uni hal qiladigan chora-tadbirni, u ham qonun doirasida chora-tadbirlari bo'lsa ko'riladi ekan. Agar tomonlar bevosita fuqarolik sudiga ham murojaat qilishga haqli deb qo'yibdi. Masalan, bemalol fuqarolik sudiga ham murojaat qilib, mana shuni bemalol hal qilsa bo'lar ekan. Endi bu narsalarni o'rganib qo'ygan yaxshi ekan, chunki buni oldin unchalik anaqa qilmadim, lekin mana hozir shundan tashqari yana juda ko'p bandlari, punktlari bor ekan. Men endi asosiylaridan o'qib o'rganganlarimni fayl papka qilib olib qo'yapman. Endi shulardan qisqacha video qilyapman shu o'zim uchun. Keyinchalik kompyuterdan chiqarib olib fayl papka qilib olib qo'yaman, chunki kommunal sohalarni o'rganib qo'yganimiz ziyon qilmaydi. Bu o'zim men shaxsiy kommunal xonadonimni to'lovlarini, tartib-qoidalarini o'rganib boryapman. Shuniki. Shuning uchun uni punktma-punkt o'qib boryapman. Juda ham ko'p qonun-qoida va mazmundagi ta'minotchi va iste'molchi o'rtasidagi yozilgan qoida-qonunlar bor ekan. Bilib qo'ygan yaxshi. Mana shuni bilib qo'yapmiz. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.